Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz yurtdoshlar, obunachilar, qo'ldan kelgancha shunday reklamalar chiqarishga harakat etyapmiz. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, O'zbekiston ofida bo'ladi. Yani toshning baholari 2 million 100 ming so'm. Shunday holatda boradi yani yuk. Shunday holatda boradi yani. Yani toshimiz 2 milyon 100 ming so'm, shebin içinde dastavkisi bilan 1 milyon 600 ming so'm. Zil mashinasi bo'lsa 800 ming so'm ekan shebinni olib borishi. Zilda 800 ming so'm. Zilda dosh olib borsa 1 milyon 100 ming so'm ekan. Kamozda olib borsanglar 2 milyon 100 ming so'm. Zilda olib borsanglar 1 milyon 100 ming so'm. Yani shebindan shunday yana. Shebin zilda olib borsanglar 800 ming so'm. Kamozda olib borsanglar 1 milyon 600 ming so'm. Egalar nomerlarini qoldiraman. Batafsil ma'lumotni o'zlarini olib, bemalol aloqa qilishlaringiz mumkin. Texnikalarimiz yanında bor. Bemalol telefon. Manzilimizga keladigan bo'lsak, bu yoqda yana betonkidan tushishda, Leli yo'ldan Miskindan kelishda. 380 yo'lning yanında bu. Betonkidan tushgan edi. 380 yo'lini Miskin tarafdan kelishdi. Chap tarafda. Yana 4 yildan kelishda esa o'ng tarafda bo'ladi. Betonga yana minar binmasina, betonga boshlanmasina 200 metr qolmoqda. Yo'lning 4 yildan kelishda o'ng tarafida bo'ladi. Bemalol ekranni nomer qoldiraman. Yetkazgan vaqtingiz rozi bo'linglar. Aloqa chiqib, bemalol gaplashsangiz, gaplashib olishingiz mumkin.